Xullas mana shu tanga yo bugun meni yoki Laziz akani xursand qilishi mumkin. Buni hozir tushuntirib beraman. Xullas, bugun bizda 1 million bilan 10 million so'm pul bor. Endi sizga bu tanganing funksiyasini tushuntiraman. Bu tangani bir tarafida Gulistonliklar, bir tarafida Gulistondan nima arzon logotipi tushirilgan. Hozir biz Zominga ketyapmiz. Hozir tangani tashiyman. Qaysi taraf tushsa 10 million pul o'shanga beriladi va o'sha 10 million pulni ishlatish kerak. 1 million esa tangani ikkinchi tomoniga qarab, ya'ni Laziz akaga. Sinab ko'ramiz uni. Bo'ldi. Tangani tashlashga. Zon o'ynaymiz. Ket. Ziki. Zon ziki. Tangani men tashiyman. Xullas hozir qarab turinglar, nima arzon tushadi. 1, 2, 3. Biz endi 10 million pul bilan Zominga ketdik. 1, 2, 3, 4, 5. Ana. 1 million bilan ham yaxshi tomosha bo'ladi. Ko'rsataman sizlarga. Men 10 million bilan ko'rsataman. Xullas 10 million pulni oldik-da, operator bilan yo'lga chiqdik. Qayerga ketyapmiz endi? Zominga 10 million pul bilan. Biz 1 million xarajat qilishni boshladik. Men ertalab nonushta qilmaganligim uchun hozir Portugaliyada 50 ming so'm bo'ldi. Ketdi 50 ming. Boshlanishida 600 ming so'mga tandir go'shti oldik. Men Zominning eng tepasiga bordim. Qo'riqxonaga kirish uchun 2 kishiga 40 ming so'm to'lov qildim. 1 millionga ham yaxshi ob-havo, yaxshi suvlarni bo'yida mana Toqterakdan hozir joy ko'rdik, hozir savdolashib ko'ramiz. Nech pul endi aka bu xona? 500 ming so'm. Ta holda tapchani mana shu xona. Aka bizda budjet cheklangan. Biz o'zi 2 kishimiz operator bilan 400 ming so'm beramiz. 400 ming so'mga aka. Xullas bizni tapchan o'sha 400 ming so'mning ichida ekan. Ko'chada havo -2,5 gradus. Zaryadga 14% bor. Borguncha juda kech bo'lib ketdi. Tog' bag'ridagi shalega joylashdik. Shalayning narxi esa 4 million so'm bir kuniga. Siqir ekan aka. Yo'ldan biroz bozorlik qilib olgandim. O'zimiz ovqat tayyorlaymiz deb. Uni narxi 940 ming bo'ldi. Tepaga qorda, sovuqda, qishda taftini his qilgani uchun chiqdik va shu bahona mana mashinamizni zaryadga qo'ydik. Stachani to'pidan foydalanyapti. Zaryadga tekmay tushdi. Menda o'zi boya 550 ming so'm pul qoladi. Mashinaga 100 ming so'm tashlab turib zapravka qildik va zaryadimizni to'ldirib oldik qaytish uchun. Endi 450 ming so'm qoldi. Bugun biz ham mazza qilib, Zomin ko'prigining oldida, shishali ko'prikning oldida shaxsikuzda ushun qilamiz. Qani ketdik. Nimalar bor endi aka? Quyonni qovurilgan biyraga, ko'rtoni sarimsoq bilan dimlangan boshi, qora ikra, qizil ikra, ha, baqlajon ikrasi. Xullas sho'timiz 184 ming so'm bo'ldi. Mana ko'rishlaring mumkin. 266 ming pulimiz qoldi. Buni nimaga ishlatamiz? Albatta ertalab nonushtaga va sayr uchun ishlatamiz. Bir kun 1 million so'mga ham mazaqdan olamiz. Ajoyib. Joylashganimizdan so'ng tandir go'shti bilan qorinni to'qlab oldik va ovqat qilishni boshladik. Ovqat tayyor bo'lguncha esa madaniy hordiq olish uchun sauna, basseyn, massajga kirdik. Qanday bo'lyapti endi o'g'il? Aylanish. Yaxshimi? Tilakasi tashiman, keling chetga. Men davrini bir mazza qiling. Bu madaniy hordiq bir o'zimga tatimaydi deb Lazizni ham chaqirdim. Hisobni o'zim to'layman deb. Buni narxi esa 4 kishiga umumiy hisobda 1 million 450 ming so'm bo'ldi. Qabul tugadi. Ovqat vaqti bo'ldi. Shu bilan shinamgina uchamizda tayyorlagan ovqatimizni yeb oldik. Ertasi kuni soat 10 da uyg'onib, to'g'ri Gulistonga qaytaverdim.
Lekin havo juda sovuq edi. Shu uchun boshqa hech qayerga kirmadim. Savanamiz naqadar chiroyli ha. Ayniqsa yuqoridan qaraganda. Xullas, Zominga bir kunlik safarimiz mana shunchaga tushdi. Kecha zarifga qo'yganim 73% o'tdi. Gulistonga yeta olamiz endi. Men 10 million pulni Zominda bir kunda ishlata olmadim. Ortib qolgan pulga yana nimalar qilsa bo'lar edi. Endigi safarimiz qayerda bo'lishini xohlaysiz? Izohlarda yozib qoldiring. Fikringizni kutaman.